Instagramda faqat luxury hayotni ko'rsatadigan ba'zi blogerlar jamiyat uchun xavf soladimi? Конечно. Ayniqsa yoshlar uchun xavf soladi. Ahmoq odamlar uchun xavf soladi. Nimaga? Kutuvni o'zgartirdi. Odam baxtsiz his qiladi o'zini. Bu yerda bittasi Dubayda yuribdi, Bugatti'larda buni yuribdi, atrofda chiroyli ayollar, ujinlar, bir narsalar, mashhurlik, sen o'zi hayotingni rangsiz ko'rinish boshlaydi. Bu yolg'on. Bunaqa luxury yashamaydi. Blogerlarning katta qismi, men taniyman ko'pini, katta qismi mana shunday yuradi. Puli yo'q, lekin shu narsani ko'rsatadi. Puli bor qilib o'zini ko'rsatish qiyin emas. Odamlar har xil. Misol uchun, meni xarakterimda qanaqadir показушнisi yo'q. Menga yoqmaydi. Buni yomon demoqchi emasman, lekin buni oqibati yomon odatda. Nimaga? Chunki boshqa insonlar ko'radi, bu narsani to'g'ri deb o'ylaydi, haqiqat deb o'ylaydi. Oqibatda keyin deylik, ayoli erdan qoniqmaydi, chunki u pul topmayapti. Ana bittasi gelikda yuribdi yoki Bugatti'da yuribdi, ayol erda esa oddiy bitta Lacetti u yoqmaydi. Erni o'ziga ayol yoqmay qoladi, chunki u yerda kimdir modellar bilan yuribdi. Qisqa qilib aytganda, mana shu fake hayot, internetdagi fake hayot real hayotga odamlar taqqoslanishi hisobiga insonlarni baxtsiz qilib qo'yadi deb hisoblayman. Shuning uchun bunga e'tibor berish kerak emas, yolg'on hammasi. Odamlar uni yashamayapti.